Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, ijtimoiy tarmoq faollari. Men Pirimberdiyev Alisher Qurbonaliyevichman, Bag'dod tumanidan, Farg'ona viloyati. Mana bugun Bag'dod tumani Muqim mahalla fuqaroligini Birdamlik ko'chasi 136-1 uyida oldidan mana sizlarga videoni mana bu bino. Şu Muqim mahalla fuqarolik yig'ini ichidagi mana bino inshoot. Mana bino, ana shu ahvoldagi bino. Shunaqa binoni bu binoni 3dan 2 qismini 2018-yili 3 tomonlama ijara shartnomasi qilib majbur olganmiz biz. Boshqa ilojimiz yo'qligi sababli. Mana remont qilganmiz. Tom, shifer, eshik, deraza, pol, patolok. Hamma narsasini boshqatdan qilganmiz. Devorlariga ham setka qo'yib, mana hozir ko'rsatgan binom, bu binoni bir qismi qolgan o'sha. Mana biz ijaraga olgan joyimizni mana ta'mirlab, kapital mukammal ta'mirdan o'tkazib, 10 ta ayol ishchi qizlarni ish bilan bandligini ta'minlab doimiy ravishda. Mana vrachlarimiz xonasi. Endi pechga yoqamiz. Biz gazga ulanmaganmiz. Gazga ulanish uchun harakat qilganmiz bir necha bor, lekin natija bo'lmagan. Mana ko'mir, o'tin yoqamiz. Shuna holatda isitamiz qishlarda. Mana bitta UZI va fizioterapiya muolajalari bor. Diagnostika, keyin fizioterapiya muolajalari va litsenziyamiz. Litsenziyamiz 2030-yilgacha berilgan. Hamma hujjatlarimiz joyida. 2018-yildan beri litsenziyamiz bor ekan, yaqinroq ko'rsataman. Faoliyat uchun litsenziya berilgan. Mana guvohnomamiz, mana nimalarda hammasi hujjatlar qo'yilgan. Belgilangan tartibda faoliyat yuritishga tibbiy xizmat ko'rsatib kelamiz. Endi buni 3-4 marta o'zi chiqish qildim. Birorta bu ijtimoiy tarmoqqa qilgan chiqishlarim natija bergan yo'q. Birorta davlat idoralari men ijtimoiy tarmoqqa chiqishlarimni o'rganib ham ko'rgan yo'q. Qonuniy baho ham bergan yo'q. Farg'ona O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Sherzod Hakimovning noqonuniy xatti-harakatlariga birorta odam qonuniy baho bergan yo'q. Baho bergan bo'lsa ham menga noma'lum, menga u qonuniy baho berganligi, o'shaning xatti-harakatlariga chora ko'rganligi haqida birorta ma'lumot yo'q, xat berishga yo'q. Nimaga bu 2018-yil ijaraga olgan bo'lsak, shu joyda hali ko'rdik, ko'rsatdim ahvolni, qanaqa ahvolda bo'lgan. Biz 300 milliondan oshiq o'z mablag'imizni sarflab 2018-yili 300 milliondan oshiq o'z mablag'imizni sarflab kapitalni remont qilganmiz. Remont qilganimizdan keyin betga kirib ishni remont qilmasimizdan oldin bu joy yaroqsiz ekan, bu joyda ishlab bo'lmaydi. Bu joyni buzib tashlaylar, nol balansda beringlar, yo yerini sotinglar, men xohlasang shuni olsang ol dedi. Keyin majburen joyimiz yo'qligicha xo'p olamiz dedik. Olsak binoni 3dan 2 qismini berdi. To'liq beraveringlar, bizni joyimiz yetishmaydi desam, shu binoni 3dan 2 qismini olasan-da. Xo'p 2 qismini oldik. Keyin mukammal ta'mirladik, kapital ta'mirlab 300 milliondan oshiq pul sarflab shu 2013-yil tashkil topgan bo'lsa oila korxonamiz 5 yil davomida to'plagan pulimizni shu binoni ta'mirlashga sarfladik. Yanimizdan 2018-yili
Farg'ona viloyati hokimi Shuhratjon Madamiyevich G'aniyev tomonidan qarori bilan bu joy ochiq savdoga, kimosh savdosiga qo'yib yuborildi. Keyin borib Shuhratjon Madamiyevich shunaqa biz ta'mirladik, yaroqsiz joy edi. 300 milliondan oshiq pul sarflaganmiz, 10 ta ayol ish qizlarni doimiy ish bilan ta'minlaganmiz bandligini desam, men xabarim yo'q, menga bo'sh turgan joy degani uchun men qo'l qo'yib beribman deb turib 3-ilovasi bilan olib tashadi. O'shanda aytdiki, 3-4 yil tursang, qonun bo'yicha tadbirkorlarga o'sha to'g'ri hamma joyda o'sha qonuniy turib ijara haqlarini vaqtida to'lasang, o'zingga taklif qilinadi, to'g'ridan to'g'ri sotib olasan, xususiy qilib olasan-da. Xo'p dedik. Mana 2018-yildan mana 2026-yil 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri ijara haqini vaqtida to'laymiz. Hozir oyiga 4 million 200 mingmi shunaqa ijara haqi to'laymiz. 2,5 sotik 250 kvadrat metrga shartnoma qilganmiz 2018-yili. 2020-yili 2030-yilgacha deb turib shartnomani qaytadan tuzilgan. Mana hozir bir oyda 4 million 200 qancha ming to'laymiz. O'zi o'lchashuvda 247 kvadrat metr chiqdi, biz 250 ga to'laymiz. Mayli. Mana 8 yildan beri ijara haqi to'laymiz. Kapitalniy remont qilganmiz bu joyda. Obodonlashtirganmiz. Hozir tashqaridagi archalar, ko'chatlar turibdi, ko'rdingiz. Har yili joriy ta'mir ham qilamiz undan tashqari. Yana bu yerda suv olib kirish, boshqa hamma narsasini o'zimiz bajarganmiz. Baribir 2025-yili 21-apreldagi prezidentimiz 70-sonli farmonda xususiylashtirishsin degan dasturga kiritilgan ekan, bizning joy u sotilsin degan yo'q, xususiylashtirilsin deb prezident farmon chiqaryapti. To'g'ri kelsa qonunlarga ustuvor huquqlarni inobatga olib sotgin o'ziga deyapti. Bular ochiq savdoga bizga birinchi taklif qilib turib sotib olasizlar mana to'g'ridan to'g'ri dedi. Biz rozilik bildirdik. Bu yerda baholadi. 2018-yili 80 millionga baholangan bo'lsa, butun bir boshli bino, biz o'shandan 3dan 2 qismida turamiz. Bir 50 million, 55 million o'sha paytda bizni binoga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir kunda 466 million, pashti 500 millionga baholanyapti. Bu bino xo'p, bizni sarmoyamizni o'sha chiqarib yorsalar ham nima sotib olamiz dedik. Xo'p dedi, kim haligi nazorat o'lchov audit o'tkazinglar dedi. O'tkazdik, ular tavsiya bergan firmasidan yana 20 millioncha pul to'lab. Undan keyin ochiq savdoga qo'yib yuboryapti. Ochiq savdoga qo'yib yuborgandan keyin biz ma'muriy sudga beryapmiz. Ma'muriy sud ularning buyrug'ini haqiqiy emas deb topyapti, lekin bizga ustuvor huquqimiz ta'minlanadi. Shunga to'g'ridan to'g'ri sot. Bu qonun bor deb sudyalar ham nima qilmayapti, lekin televideniyaga, boshqa joylarga sudyalar mana tadbirkorni huquqini ta'minladik, ustuvor huquqini buzilgan ekan huquqi deyapti. Sudni qarorlarida ichida yozyapti, ustuvor huquqiga ega, haqiqatan bu nohaq ish qilmagan ekan, hamma joyda to'g'ri ekan, hamma qonunlarga to'g'ri keladi ekan, to'g'ridan to'g'ri sotib olish mumkin ekan deyapti. Qaror qismiga yozmayapti, sotib olsin bular, to'g'ridan to'g'ri sotgin demayapti. Endi birinchi instansiyada Farg'ona tumanlararo ma'muriy sudda biz yutib chiqyapmiz. Ularni buyrug'ini haqiqiy emas deb topyapti. Ularga ajrim chiqaryapti noqonuniy xatti-harakatiga nisbatan sudya Tojiyeva. Ular apellyatsiya beryapti, apellyatsiyadan rad qilyapti, ular arizasini taftish beryapti, taftishdan ham rad qilyapti. Endi nima ekan, u bo'pti, u sudlar qarori bo'yicha buyruqni bekor qildi-da, o'sha buyruqni 130-sonli buyruqni bekor qilib, endi 18-sonli buyruq qabul qilib, yana qaytadan ochiq savdoga qo'yibdi bu joyda. Va bu joy biz o'rganish davomida shuni bir hujjatlar qo'limga tushib qoldi. 2012-yili 80-90% yaroqsiz, buzib tashlansin degan Farg'ona viloyat gazin tashkiloti xulosa bergan ekan. Endi savol shu, Sherzod Hakimovga Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasini vaqtincha vazifasini bajaruvchi o'sha Sherzod Hakimov davlat aktivlarini boshqarish agentligini, shu Farg'onaning boshlig'i Sherzod Hakimovga, keyin prokurorga, bu sudlarga savolim, prezidentimizga ham savolim. Hurmatli prezident, siz chiqaryapsiz farmon qarorlar, qonunlar bor. Hurmatli bosh vazir, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor. 279-qarori. Mana qarorlar hammasi biz tarafimiz. Birorta biz qonunni buzgan joyimiz yo'q.
hamma nimaga amal qilib kelyapti. 8 yildan beri ishlayapsiz. Prezident siz xususiylashtirgin deb farmon chiqaryapsiz. Bular aytayaptiki, u xususiylashtirmas, sotgin degan bu joyda deyapti. Bo'lmasam bu qolgan qonun, qaror, farmon hammasini yig'ishtirib bekor qilib tashlash kerak-ku. Agar u amal qilmasa, bu qonunlar amal qilmaydigan bo'lsa. Endi hozir yangi buyruq chiqaribdi, o'sha buyruq bilan endi sotadi ekan. Hurmatli Sherzod Hakimov, siz odammisiz? Vijdon bormi sizda? Kallangiz bilan urushib qolmaganmisiz? Bu joy 2012-yil sinosga tushgan bo'lsa, yaroqsiz bo'lgan bo'lsa, xo'p, menga 2018-yil sizlar bilib turib yaroqsizligini bergansizlar bu joyni. Men bilmagan bo'lsam ham sizlar bilgansizlar bu joyni yaroqsizligini. Bergansizlar bu joyni. Men remont qilganman, 8 yildan beri ijara haqi to'layman. 140 milliondan ortiq ijara haqi to'ladim hozir. 300 milliondan oshiq sarflaganman. 2030-yilgacha meni ijara shartnomam bor. Qanaqasiga sotmoqchisan sen bu joyni? Etkinchi senga men birinchi ahvolni ko'rsatdim. Ochiq yana ko'rsataman senga qanaqa ahvolda bo'lganligini bu joyni. Sen buzib tashlansin degan yo'q joyda qanaqa sotmoqchisan? Yana buyruq chiqaribsan o'zingcha. Bunga bir chora ko'radigan bir idora bormi O'zbekistonda? Qonunlar ishlaydimi O'zbekistonda? Prezident farmoni ishlaydimi O'zbekistonda? Vazirlar Mahkamasining qarorlari ishlaydimi? Qonun, qaror, sud qarorlar, suddan bir normalmi sotgan bunga to'g'ridan to'g'ri ustuvor huquqi bor deb qaror chiqarmayapti. Bir qonun bormi O'zbekistonda ishlaydimi? Tadbirkorning manfaatini ham ko'zlab birorta bir harakat bo'ladimi yo faqat bir manfaat davlat, hukumat idoralarining manfaatini ko'zlanadi? Nima qilish kerak? Bu yo'q joyda men remont qilib shuncha ishchi o'rin yaratib, bitta misol hamma narsani qilsak, qonunlarga bo'ysunsak, boshqa qilsak, endi nima oxirida bor damingdo sen qilgan remont ham bizniki, sen to'lagan pullar hammasi bizniki, sen ishchi o'rin yaratganing menga 1 tiyin, undan ko'p 1000 ta ish o'rin yaratgan joylar sotganman deyapti ana Sherzod Hakim. Qachon ishlaydi bu O'zbekiston Respublikasi qonunlari? Qachon bu prezident farmoni amalda ijrosi ta'minlanadi? Qachon tadbirkorning manfaati himoya qilinadi? Idoralar tomonidan, prokuratura tomonidan, sud tomonidan, biznes ombudsman tomonidan, prezident administratsiyasida o'sha tashkil qilingan devon tomonidan nima qilish kerak endi bu joyda? O'sha hozir men boshida ko'rsatdim ahvolni, bu bino qanaqa bo'lganligini, rasmlari, videolari bor. Qurilish firmasi orqali hammasini remont amalga oshirganmiz. Men hammasini taqdim qilyapman prokuraturaga, hamma idoralarga. Sudga taqdim qildim. Nima qilish kerak yana? Yana sotasam, yana men sudga beraman, yana yillab sudma-sud yuramizmi bu bilan? Nima qilish kerak? Bu qachon bu ko'kartirasan? Faqat oyog'idan tortasan xolos. Bu bilmayman necha marta men qo'ydim bu nimaga Facebook ijtimoiy tarmoqlarga joylayapman murojaatlarni. Birorta tashkilot bir plagini buzib qo'ygan yo'q. Bir tiyin hammasi bu. Prezident farmoni ham bir tiyin bularga. Vazirlar Mahkamasi qarorlari ham, qonunlari ham bu tadbirkorni haq-huquqini himoya qilish to'g'risida yuzlab qaror, farmon, qonunlar qabul qilingan hammasi bir tiyin bularga. Kalla ishlaydimi? Prezident xususiylashtirgan deb farmon chiqaryapti. Qonunga to'g'ri kelsa, o'ziga to'g'ri sot deyapti. Sen o'shancha to'g'ridan to'g'ri taklif qilding boshida. Menga. Men rozi bo'ldim. Nimaga endi sen sotmoqchi bo'lyapsan? Prezident farmonida sotgin degan, o'shancha sotaman deyapsan. Prezident farmoni sotgin degan yo'q. Xususiylashtirish dasturi to'g'risida farmon chiqargan. O'qib ko'r bo'lmasan, nimaligini tushunmay turgan bo'lsang. Kelsang o'qib beraman bo'lmasam, yo borib o'qib beraman, xonangga necha marta bordim, yo'qsan. Ya hozir xat keldi, men hozir xatni ham qo'yaman. Hozir mana ertaga hayit, Navro'z bayrami. Biz shuna xat oldik hozir. Men shuncha 1 yildan beri sud yurib, yana endi xat olyapmiz. Bunga o'sha haqiqiy emas deb topilgan buyrug'i bo'yicha, noqonuniy harakati bo'yicha hech kim chiqana chora ko'rgan yo'q. Bu yana boshqatdan nima buyruq chiqarib turib, yana boshqatdan kimosh savdosiga qo'yyapti. Shumi endi O'zbekistonda tadbirkor haq-huquqini himoya qilish? Menga o'xshagan nechta tadbirkor bordir, bunaqa jabr ko'rgan, aziyat ko'rib, bunaqa idoralarning orqasidan. Qachon ko'karadi bo'lmasam, bu O'zbekiston qachon rivojlanadi? Bu rivojlantiraylik. Bu yerda bir 10 ta ishchi o'rinda 30 ta, 40 ta, 50 ta qilaylik. Bu yerda buzib tashab, ertadan keyin sotib olsak, xususiy qilib
zamonaviy quraylik deb bir necha yildan beri harakat qilamiz. Faqat oyoqdan tortib, oyoqdan nima qilib, men hozir shuni sotib olgan taqdirimda ham zarar qilaman. O'tgan safar ham chiqish qilganda aytdim buni. Men o'zim remont qilgan joyda o'zimga sotyapsan, bo'pti, sotib olaman deyapman shuni. Nima qilish kerak ekan? Hamma narsaning chegarasi bo'lish kerak-ku. Insof bormi? Odammisan? Vijdoning bormi? Mas'uliyat bormi idoralar, sudlar? Sudga borib, mana 3 marta yutib chiqdim. Bu ijrosini ta'minlamayapsam, siz majburiyat yuklash so'ramagansiz bizdan dedi. Men necha marta aytdim, nima dedim? Ustuvor huquqimni ta'minlashingizni so'rayman, tan olinglar. Menga sotish kerak, mana xatni bular taklif qilgan dedim. Buyrug'i bekor bo'ldi. Endi yana keyingi buyrug'i bekor bo'lish kerak dedi. Qanaqa, nimaga kerak bo'lmasam sudlar buni qilaydigan bo'lsa, bir hal qilib bera olmaydigan bo'lsa, bitta muammoni yillar davomida 200% hamma qonun men tomonda bo'lsa, shuni ham hal qilib bermaydi. Uzr, endi Hayit bayrami, Navro'z bayramidan oldin shuncha mehnat qilib shu O'zbekistonda yashab, bitta bu tadbirkorlik yo'nalishda emas. Fuqarolik sudida ham mana meni noqonuniy ishdan bo'shatganlari bo'yicha 200% isbotlab bersam ham hech narsa o'zgargan yo'q. Mana Oliy sudgacha bor. Oliy sudning raisi bo'ldi, men nazoratga olaman, hal qilib beraman. Qonunni ko'rib chiqamiz dedi, hech kim ko'rmadi. Jinoiy ish bo'yicha ham men nohaq qamashgan, isbotlab berganman. Men nohaq haligi hujjatlar soxtalashtirmaganimni, talon-toroj qilmaganimni, u ham oqlamayapti. Uni ham Oliy sudda qayta taftishlarni ham ko'rib chiqib jinnini yoqib olgan, ana bir ikkita vijdonsiz sudyalar. Bu qaysi yo'nalishda bir qonun ishlaydi? Iltimoslarni. Mana iltimos, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Qachon ishlaydi O'zbekistonda qonun? Qonun faqat hukumatning, davlat foydasiga ishlaydimi? Qachon tadbirkorning haq-huquqini himoya qiladi? Qachon fuqarolarning haq-huquqini himoya qiladi? Qonun qachon bir kakpalojni ishlaydi qonun bo'yicha, o'sha qonunligini qiladi. Qonun ustuvorligi qachon bo'ladi? Men birorta yo'nalishda ko'rmayapman. Iqtisodiy sudda mana 5 yil menga noqonuniy foiz hisoblagan Xalq banki. To'yxonamda aytayapman, kreditni noto'g'ri hisoblayapti, soliq noto'g'ri hisoblayapti. Bu audit o'tkazinglar desam, audit nima deyapti? O'sha sud qaroriga qarab menga hujjat bermadi, bank ham soliq ham o'shanga chiqarib qo'ydi. Va qachongacha bu tartib, hamma narsada tartib, qoida, qonun, tamoyillar bor-ku, bu hamma ishni yuritishda. Iqtisodiy sud, fuqarolik sud, jinoyat sud, mana ma'muriy sud, hamma sudlar ko'ryapman. Endi yo'q emas, bor. Jinoyat sudida 2 marta meni qamamoqchi bo'lishdi. Jinoyat sudlari Bog'dod tumani, Rishton tumani rad qildi o'shanda, noqonuniy qamamoqchi bo'lganligi uchun. Fuqarolik sudda 1 marta boshqarmaga nisbatan chora ko'rdi bitta sudya, adolatli sudya ekan o'sha ham. Yo'q emas sudya, ammo lekin meni boshimga mana shu oxirgi 3-4 yil ichida men yurgan sudlarda vashcha zerikdim bor-ku. Bu qonun qachon ishlaydi? Qachon bir ko'rsatmaga qarab yonsam bir davlat idorasi manfaatiga emas, qonuniy boricha qonun qachon ustuvor bo'ladi? Va xonavayron qilyapsizlar. Prosta men mana bayramdan oldin hozir mana kayfiyatim shu. Men unaqa bir qizishi boshqa emasman. Qonuniy hamma narsani qonun bo'yicha hal qilaylik desam, baribir hal bo'lmayapti-yu. Mana Oliy sudgacha, Oliy sudda raisigacha kirdim. Endi nima? Bosh prokurorga kirishim kerak ekan. Bosh prokuror protest kiritib bersa-ki, o'zi prokuratura men nima qilgan bo'lsa, qanaqasiga bosh prokuratura protest kiritib beradi? 3 oydan beri qabulni so'rayapman, qabul qilgan bosh prokuror ham o'rinbosari ham, Ortiqova Svetlana degani. Yo javob bermaydi. Bu haligi buni haqligingizni isbotlaguncha umringiz o'tib ketadi. Yo bir kasal-pasal bo'lib o'lasiz, yo bo'lmasam undan battar bir muammongiz chiqadi, o'sha muammo bilan ovora bo'lib ketasiz, yo bo'lmasam zerikasiz, tavba qilasiz, kerak emas menga o'sha deysiz. Oqlanmaysiz, u qiyin narsa ekan. Men 200% isbotlab berdim haqligimni. Hamma tomonidan, fuqarolik sudda ham isbotlab berdim. Jinoyat sudda ham isbotlab berdim. Ma'muriy sudda ham isbotlab berdim. Iqtisodiy sudda ham isbotlab berdim. Ammo lekin hech qaysisi bir qonun bo'yicha ish qilgan yo'q. Luboy kesim men isbotlab beraman. Men oldimga o'sha polniy prokuratura, sud, bir prezident administratsiyasi birortasi men bilan gaplashsin, men aytib turgan gaplarimga javob beraman hammasiga. Mana shu gapirib turgan gapimga javob beraman. Menga bog'liq bo'lgan ishlarga
Mana menga hozir mana bayon qilib turgan narsalar hech qaysi amalga oshgan yo'q. Hech qaysida qonun ustuvorligi ta'minlangan yo'q, jazo muqarrarligi ta'minlangan yo'q. Men harakat qilyapman qonun qoida bo'yicha yashashga O'zbekistonda, shu O'zbekistonning ravnaqi uchun hissamni qo'shishga, vijdonan halol xizmat qilishga harakat qilyapman xalqimizga, vatanimizga. Nesh saylovlar noqonuniy bo'ldi, saylov umuman o'tkazmadi. Bitta saylovdan ikkinchi saylovga saylov bo'lmadi. Sud 3 martadan qaror chiqarib berdi, saylovni qilgin deb. Noqonuniy buni nomzodini olib tashlabsan. Menga o'xshagan odamlar deputat yo rais bo'lsa bo'lmaydi bu. Mana hozirgi pastdagi tuman miqyosidagi ba'zi bir mansabdorlar uchun. Ular normaliy bir haligi o'zini noqonuniy faoliyatini yuritolmay qoladi. Ya 3-4 yildan beri haligi hamma narsaning chegarasi bor, men kurashib yotibman. Bu yeri boshqa qilib hamma joyda harakat qilib yotibman. Umid qilyapman, adolat bo'lib qolar. Shu tepada bordir vijdoni bor odamlar. U pastda bo'lmagan bilansam, yo'q, mana dalish ketyapman, hali uchratmadim. Hali bu adolat qaror topmadi. Men luboy joyda men gapirgan gaplarimga javob beraman. Sog' bo'linglar. Shu birinchida kadrdagi ahvol shuna bo'lgan bu binoni. Hozir mana shuna men 2018-yildan beri qilgan remontlarimni audit ham o'tkazdi, nazorat o'lchovi ham o'tkazildi. Men 330 milliondan oshiq sarflagan bo'lsak, 271 million chiqardi. Mayli dedim, 271 million, 50-60 million mayli. Pul qadrsizlanganliklari ham mayli. Men umrim o'tganlari ham mayli. Endi bo'lsin qonun bo'yicha, bo'lsin desam, mana prezident Mirziyoyevni chiqishlarini, buni farmon qarorlarini ko'rib, adolat bo'lsa kerak endi bo'lib qolar endi desak, yo'q. Umuman bo'lmayapti. Bu ag'da siyosat bo'lyapti, bu yerda umuman uni ta'sirini sezganimiz yo'qmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uzr, qizishib, qattiq men holatimni o'zlaringni qo'yib ko'ringlar. Xudo ko'rib turibdi, Alloh. Hammalaringni ko'rib turibdi. Hammani hisob-kitob qilyapti. Hammaga mukofotini ham, jazosini ham beradi. Men Xudoga ishonaman. Bu adolatga umid qilib harakat qilyapman, lekin shu kungacha bo'lgan yo'q. Xudo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi. Men buning orqasidan ko'p menga dars bo'lyapti, tajribam ortyapti. Xudo yaxshi bo'ladi. Tirik ekanmiz, sog' ekanmiz, Xudo yaxshi bo'ladi. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti, shu meni murojaatim deb sizga yetib boradimi yo'qmi, sizga yetkazib olib kerak deganlar shuni sizga iltimos, ma'lumotini berishsin, shunga bir o'zingiz nazoratga oling iltimos sizdan. Uje hamma narsaning chegarasi bor. Mana ko'rib turib hammasini vaziyatni tushunib, eshitib sizga yer tagida e'lon qilinsa bilasiz. Eshitib ko'rib turibsiz. Hammasining chegarasi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan, barchamizga ikki dunyo yaxshiliklarni bersin. Hayit bayramlari, Navro'z bayramlarini yaxshi kayfiyatda nishonlaylar. Bayramlaring bilan barchalaringni. Xudo Alloh o'zi Allohning irodasi bilan yaxshi bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi. Salomat bo'linglar. Uzr, qizishib, ozgina asabiylashdim. Hozir xattob shunaqa ahvol bo'ldi.